Tabriklasanglar bo'ladi. O'quv markazimda IELTS darajasiga o'tdim. Mana endi bugundan boshlab mana shunday issiq havoda, tabiat qo'ynida qaynoqqina choy ichgan holatda vazifalarni yondirib bajaraman. Ustozimga IELTSdan 7 olmoqchiligimni aytganimdan keyin u menga bir dunyo vazifalar berdi. Listening, reading, speaking, writing va yana undan tashqari bir dunyo qo'shimcha kitoblar berdi. Va men sekin-asta bularni hammasini shu yerga oldim va hammasini bajaraman deb o'zimga o'zim ahd qildim. Ahd qilishga ahd qilibman-u. Endi vazifani boshlayman deganimda shuncha ko'pligini ko'rib miyam qisishni boshladi. Va sekin-asta telefonimni olamanda 2 minut, 3 minut YouTube ko'raman, Instagram ko'raman deyman va albatta bu oraliqda deyarli 45-50 daqiqa vaqt o'tib ketganini bilmay qolaman. Va 45-50 daqiqadan keyin qani endi vazifa qilishga qaytib bo'lsa, qani? Mana bu miyam tinimsiz mendan mana bu telefon bergan dopaminni so'radi. Tinimsiz so'radi. Va natijada vazifalarim qoldi. Natijada xuddi shu holatda 1 oy, 2 oyni o'tkazib yubordim va meni balim faqat va faqat 5,5-6 da qotib qolgan edi. Ustozimdan maslahatlar so'radim, har qanday usullarni aytib ko'rdi, lekin vazifa qilishligimning samaradorligini hech ham oshira olmadim. Keyin esa men internetga yuzlandim. Internetdan turli xil artikellarni o'qidim va ularni ichidan men uchun foydasi tegishli mumkin bo'lgan 3 ta texnikani o'rgandim. Va aynan hozir mana shu videoda bu 3 ta texnikani sizga o'rgatmoqchiman va mana shu texnikalarni o'rgangandan keyin sizni dars qilish samaradorligingiz mana bu yerda bo'lsa, mana bu yergacha ko'tarilishligi mumkin va siz qisqa vaqtning ichida juda ko'p foydali darslarni qila olish imkoniyatini qo'lga kiritishligingiz mumkin bo'lar ekan. Tasavvur qiling, siz Everest cho'qqisiga chiqmoqchisiz va mana shu cho'qqiga chiqishni IELTSdan 7 ball olishga taqqoslash mumkin. Nafaqat IELTSdan, har qanday fandan o'zingizga kerakli sertifikat olishlik yoki har qanday qo'ygan maqsadingizga erishishlikka tenglashtirishingiz mumkin bo'lar ekan. Agar siz faqat Everest cho'qqini uchiga qarab harakatlanadigan bo'lsangiz, yarim yo'lga ham yetib bora olmaysiz. Sababi oyoq ostingizdagi toshlarga qoqilib yiqilasiz. IELTSdan 7 ball olishlik yoki boshqa fandan o'zingizga kerakli natijaga erishishlik ham xuddi shunga o'xshar ekan. Ya'ni siz o'zingizni A nuqtangiz, hozirgi darajangizdan B nuqtani qo'yib olar ekansiz va faqat mana shunga qarab harakatlanib, ko'p vazifa qilishga harakat qilasiz. Natijada nima bo'ladi? Natijada miyangiz o'rganmagan ko'p vazifa qilishlikka va siz bir kun, 2 kundan keyin vazifa qilishlikdan to'xtaysiz va menga o'xshab telefonga chaqirib ketasiz. Mana shu katta maqsadni kichraytirib olishligimiz kerak bo'lar ekan va bunda sizga Kaizen metodikasi yordam beradi. Kaizen metodikasi yaponlarning metodikasi hisoblanadi va bu metodikada siz katta topshiriqlarni kichik bo'laklarga bo'lib olishligingiz kerak bo'ladi. Va yaponlarning hozirgi darajadagi muvaffaqiyatiga erishishligiga ham mana shu metodika sababchi ekan. Keling mana shuni IELTS misolida ko'raylik. 2 oydan keyin oladigan 7 darajangizni emas, balki ana shu 7 darajaga yetishlik uchun kunlik qilishligingiz kerak bo'lgan ishlarni sarhisobini qo'llar ekansiz. Masalan, bir kunda bitta listening practice, bitta reading practice, bitta speaking va bitta writing. Mana shunaqa qilib kichik bo'laklarga bo'lib olar ekansiz. Ya'ni siz oxiridagi 7 ballga yetishlik uchun deylik 60 yoki 70 ta practice'ni oldindan ko'ra olmas ekansiz. Balki siz juda katta bo'lgan maqsadni kichik bo'limlarga bo'lib olgan holatda har kuni shug'ullanar ekansiz va bu texnika sizni oldingizda turgan katta toqqa chiqishlik yukini qisqartiradi va kuniga siz bir qadamdan o'z maqsadingiz yo'lida harakatlana boshlar ekansiz va 2 oydan keyin o'zingizga kerakli bo'lgan cho'qqiga chiqib olasiz. Ikkinchi metodikamiz. Ahmoqona eshitilishligi mumkin, lekin siz har doim dars qilishligingizdan oldin 10 daqiqa devorga qarab o'tirishligingiz kerak. Nima uchun aynan 10 daqiqa? O'ylab ko'ring, siz kuningizni doimo mana bu telefon bilan Instagram, YouTube videolar ko'rishlik bilan o'tkazasiz va sizni miyangiz doimiy ravishda dopamin olishga mo'ljallanib qolgan, moslashib qolgan va ba'zida biz 30 sekunddan oshiq bir joyda telefonimizga qaramasdan o'tira olmas ekanmiz. Va siz 10 daqiqa devorga qarab hech narsaga chalg'imay o'tirgan vaqtingizda miyangiz sizdan dopamin tinimsiz so'rar ekan. Va
10 daqiqadan keyin sizni miyangiz shunaqa tozalanadi, shunaqa ma'lumot olishlikka o'ch bo'ladi va siz qilayotgan darsingiz uzoq vaqtlargacha 1 soat, 2 soat, 3 soatlab bemalol qimirlamasdan chuqur fokus bilan dars qilishlik uchun yetar ekan. 3-texnikamiz. Bu Pomodoro texnikasi. Bu ham yaponcha texnika hisoblanadi va siz har bir dars qilishligingizdan oldin 25 minutlik timer qo'yishligingiz kerak bo'ladi va ana shu 25 minutda ichida faqat e'tiboringizni vazifa qilishga qaratishingiz kerak ekan. Nima uchun 25 minut? Ilmiy isbotlanishicha, inson miyasi bir vaqtda 20-25 minutgacha maksimalniy fokusini bir joyga qaratib tura olishligi mumkin ekan va undan keyin esa sizni miyangizda dars qilishlik samaradorligi ancha-muncha pastga tushib ketadi. Xo'p, ba'zida o'tirishligingiz mumkin soatlab dars qilib, lekin e'tibor bersangiz 20-25 balki yarim soatdan keyin siz birinchi 10-15 minutda qilgandaqa dars qila olmaysiz va sizni o'rganish qobiliyatingiz kamaya boshlaydi va bu nima uchun? Sababi miyangiz charchaydi. 25 minut vaqtdan keyin siz albatta 5 minut dam olishingiz kerak bo'ladi va ana shu 5 minutni ham telefonda Instagram ko'rish yoki kompyuter ko'rish yoki umuman ekranga qarash orqali o'tkazmas ekansiz. Balki o'rningizdan turasiz, tashqariga chiqasiz, toza havo olasiz va bu sizni miyangizni yana 25 minutlik dars qilishga tayyorlar ekan. Va mana shunaqa 25 minutlik qismlardan bir kunda bir nechta bajarishligingiz mumkin bo'lar ekan. Sababi ana endi sizni miyangiz to'g'ridan-to'g'ri Everestga chiqmayapti. Balki sekin astalik bilan 25 minut asosida dars qilyapti. Kaizen, o'mma devorga qarab o'tirish va Pomodoro texnikalaridan hoziroq foydalanishni boshlasangiz, menga o'xshab natijangizni 1,5 oyda 5,5 balldan 7 ballgacha ko'tarib olishligingiz mumkin bo'ladi. Mana shunga o'xshagan foydali darslar va foydali videolar uchun sahifamga obuna bo'lishni unutmang va xabar qo'ng'iroqchasini bosib qo'ying. Keyingi videolarda ko'rishguncha. Ciao.